Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Barchangizga xayrli kech bo'lsin. Do'stlar, bugun Unu saytidan pul chiqarib olish va pul chiqarishdagi komissiyalar haqida gaplashib o'tamiz. Pul chiqarmaymiz, hali minimalka yig'ilgani yo'q. Lekin pul chiqarib olishda bu qanday bo'ladi o'zi? Qancha komissiya olinadi? Qanday chiqarishimiz kerak? Hammasi haqida aytib o'tamiz do'stlar. Xo'sh, videoni yangi ko'rayotganlar uchun bu saytda hech qanday sarmoyasiz zadaniyalar bajarib pul ishlashingiz mumkin do'stlar. Sayt manzili video ostida va kommentariyada bo'ladi. Ustiga bosasizlar, saytga olib kiradi. Ro'yxatdan o'tib bemalol pul ishlashingiz mumkin. Bu saytda qanday ro'yxatdan o'tish haqida to'liq videorolik olganmiz do'stlar mana kanalimizda. Videolar bo'limiga o'tamiz. Mana. Unu saytidan ro'yxatdan o'tish. To'liq ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'tganman. Bu videoni ko'rmasdan turib ro'yxatdan o'tmang. Bu videoda to'liq tushuntirilgan. Mabodo adashib ketsangiz, pul chiqarishda muammo bo'lishi mumkin. Qolgan videolarda o'sha Unu saytida pul ishlashni ko'rsatib o'tganman do'stlar. Qanday pul ishlashni ko'rsatib o'tganman. Endi bugun pul chiqarib olish haqida gaplashamiz. Ustiga bosamiz. Finansi bosamiz. Vivesti bosamiz. Har xil yo'llari bor do'stlar. Sberbank, bankovskiy karta, Rossiya Federatsiyasi uchun bu. Faqat rossiyaliklar bank kartasiga chiqarib olishi mumkin. Yumaniga chiqarib olish mumkin. 100 rubl yig'ilgandan keyin bemalol chiqarib olish mumkin. Faqat Yumani kошелек ochish kerak. Bizga eng qulayi kriptovalyuta do'stlar. Kriptovalyuta USDT teaser qilib chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Yumani ham bizda ishlaydi. Faqat buning uchun bankka kartamiz bilan nima deydi? Kartamiz emas, pasportimiz bilan yoki ID kartamiz, pasportimiz bilan umuman bankka borib Yumani karta ochtirsak bo'ladi. Infinbank ochib berardi avval. Hamkor bank ham ochishi mumkin. Hozir balki boshqa banklarga ham yo'lga qo'yilgandir, hozir bilmayman. Yumani karta, lekin Yumani kошелек ochish mumkin bizda. Yumani ishlaydi. Faqat banklarga borib, pasportimiz bilan borib, to'liq verifikatsiya qildirib olishimiz kerak. Buni bankda qilib beradi. Men faqat Infinbankni bilaman. Hamkor bankda ham bor edi adashmasam. Infinbankni aniq bilaman. O'sha bankka borib, Yumani kошелек ochishim kerak desangiz, o'zlari ochib beradi to'liq verifikatsiya qilib. Bizda ishlaydi. Endi bizga eng qulay kriptovalyuta qilib hozir chiqarib olishingiz mumkin. Bunda komissiya ko'p do'stlar. Yumanida 8%. O'zi вообще-то bu saytda komissiya ko'proq. Bankovskiy kartalarga 10%, 8%, kriptovalyutada 14% do'stlar. Biroz ko'proq. Bu 14% o'zi ishlaydimi? Mana. Ustiga bosamiz. Teaser. USDT ustiga bosamiz. Bu yerda do'stlar mana yozib qo'yilgan mana. Orqaga qaytamiz. Eng kam pul chiqarish 300 rubl, lekin komissiya 250 rubl. 14% komissiya olamiz, lekin 250 rubldan kam emas deyapti bu yerda. 250 rubldan kam emas. Bu degani 300 rubl chiqarsangiz 250 rubl yetib keladi degan. Lekin bu aslida boshqacharoq ham ishlaydi. Boshqacharoq kamroq komissiya berish yo'lini ham topsa bo'ladi mana. Teaser ustiga bosamiz. Mana do'stlar. 300 rubl yozamiz. Mana 250 rubl komissiya olib qoladi, 50 rubl bizga yetib keladi. Bu juda ham yomon. Bu 250 rubl biz qancha pul chiqarsak ham 250 rubl oladi baribir. O'shaning uchun pulni ko'proq chiqarishimiz kerak. Bu 14% qachon ishlaydi? 14% bu 1800 rubldan boshlab ishlaydi do'stlar. 1800 rubldan boshlab ishlaydi. Minimum 1800 rubl chiqarishimiz kerak bo'ladi. Eng kamida. O'shanda komissiya kamroq to'laymiz. 1800 rubl chiqarsak, 1548 rubl tushib keladi bizga.
252 rubl ular komissiya olib qoladi. Tushunarli? 1800 rubl chiqarsak 1548 rubl bizga yetib keladi. 252 rubl ular komissiya olib qoladi. Bu 14% bo'ladi do'stlar. 1800 rubldan 252 rubl komissiya olib qolsa, ular bizdan 14% haqiqatdan komissiya olib qolgan bo'ladi. Mana bu 14% komissiya olib qolinishi haqiqatdan ish beradi do'stlar. Faqat 1800 rubldan boshlab. Men shunday hisobladim mana. 1900 rubl yozsangiz ham 1634 rubl. 1800 rubldan yuqorisiga ishlaydi bu. Tushunarli? 1700 ham yozib ko'ramiz. 1450 rubl. Bizga tushib keladi. 250 rubl olib qoladi. 1800. Bizga eng выгодныйsi 1800 rubldan ko'p pul chiqarishimiz kerak. O'shanda 14% komissiya olib qoladi. Biz pul yo'qotmaymiz do'stlar. Tushunyapsizlar? Bundan kam summada уже ko'proq komissiya beraveramiz. Masalan, qarang. Mana 1000 rubl yozib ko'ramiz mana. 300 rubl minimal chiqaradigan bo'lsak, 300 rubl yozib ko'ramiz. 250 rubl komissiya olib qoladi. 250 rublni ular baribir oladi. O'shaning uchun biz ko'proq pul chiqarishimiz kerak. 300 rubl chiqarsak ham 250 rubl olib qoladi komissiya. Bizga 50 rubl qoladi. Bu juda yomon. U umuman bo'lmaydi do'stlar. 1000 rubl chiqarishga yozib ko'ramiz. 1000 rubl chiqarsak 750 rubl bizga tushadi. 250 rubl olib qoladi. Bu degani 50% yo'q. 25% olib qo'lyapti ular. Tushunarli? Uje chiqaradigan pulimiz ko'paygani sayin biz beradigan komissiya foizi kamayib boraveradi. Tushunarli? 1000 rubl chiqarsak 750 rubl bizga tushib keladi. 250 rubl ular komissiya olib qoladi. Ya'ni 25% komissiya olib qo'lyapti. Biz 14% gacha tushishimiz uchun 1800 chiqarishimiz kerak mana. 1000 rubl, 1500 rubl yozib ko'ramiz. 1500 rubl. 1250 rubl olib qolyapti. 5 dan 1 bizga 5 dan 1 ni olib qolyapti ular. 5 dan 4 qismi bizga yetib kelyapti pulni. Ya'ni ular 20% olib qolyapti. Ko'ryapsizmi? Summa ko'paygani sayin ular olib qolayotgan foiz kamayib boryapti. 1000 rublga 25% olib qolyapti. Ya'ni 250 rubl 1000 rublning 25% bo'lib bo'lyapti-da. 1500 rublga 20% olib qolyapti. 1800 yozib ko'ramiz. 1800. Buni ham har kim o'zini, kim videoni ko'rayotgan bo'lsa, hamma o'zini kalkulyatorda hisoblab ko'rishi mumkin. 1800 rublga 250 rubl olib qolyapti. Bu 14% bo'ladi do'stlar. 14% dan ko'p komissiya bermasligimiz uchun saytga eng kamida 1800 rubl chiqarib olishimiz kerak bo'ladi do'stlar. 1800 rubldan kam summa chiqarsak, biz ularga ko'proq pul foiz berib qo'ygan bo'lamiz. Tushunarli, a? Bo'ldi. 1800 rubldan yuqorisiga 14% ishlayveradi. Masalan, 10000 rubl yozgan taqdiringizda ham mana 1400 rubl olib qoladi komissiyaga. Bu 14%. Shu 1800 rublga ham o'sha 14% olib qoladi. Bizga eng выгодныйsi, eng optimal variant bizga 1800 rubl. Xo'sh, 1800 rubl biz saytda ishlasak, sayt o'zi to'laydimi degan savol bo'lishi mumkin. Bu uni saytini bilmaganlar, birinchi marta ko'rib turganlar. Xo'sh, ko'rib turganlar ichida xuddi shu savol tug'ilishi mumkin. Sayt albatta to'laydi do'stlar. Bu sayt anchadan buyon ishlab kelyapti. 7-8 yil bo'lib ketdi adashmasam, balki 10 yil ham bo'lgandir. Yili ham yozilgandi buni. Qayerdadir. Xullas ancha bo'lib ketdi bu sayt. 7-8 rubl debman yana. 7-8 yil bo'ldi adashmasam sayt ochilganiga. Yoki 6 yil bo'ldimi o'shanaqa. 5 yildan oshib ketdi do'stlar. Kamida 5 yil bo'lmasa 6 yoki 7 yil bo'ldi bu sayt ishlab to'lab kelayotganiga. Minimalka qancha chiqarib olish
sayt haqiqatdan ham to'lagandan keyin qancha chiqarib olish sizlar uchun muhim bo'lmasligi kerak. Chunki baribir to'laydi sayt. O'shaning uchun ko'proq yig'ib chiqarib olsangiz ham qo'lingiz biroz pul ko'radi do'stlar. Mayda-mayda chiqarib olgandan ko'ra. O'shaning uchun 1800 rubldan kam summa chiqarmaysizlar do'stlar. 1800 rubldan oshiq chiqarib olmaysizlar. 1800 rubldan oshig'iga biz 14% komissiya to'laymiz. 1800 rubldan kam chiqarib olsak, biz ko'proq foiz pul to'laymiz saytga. Tushunarli? Shu do'stlar, menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Endi kriptovalyutani qanaqa qilib so'm qilib kartamizga tashlab olamiz. Bu haqida ham albatta videorolik bo'ladi, xudo xolasa. Kanaldan uzoqlashmaysizlar. Albatta bu haqida ham videorolik bo'ladi. Shu do'stlar, sayt manzili video ostida va kommentariyada ustiga bosasizlar, ro'yxatga o'tib bemalol pul ishlashingiz mumkin. Pul ishlash haqida videoroliklar qilganman. Ko'rib turibsizlar kanalda. Bu saytda o'zi qanday pul ishlaymiz? Boya ham ko'rsatib o'tgandim, yana ko'rsatib o'taman. Ro'yxatdan o'tish. To'liq ko'rib olingizlar. Keyin mana bu qolgan hammasi pul ishlash haqida do'stlar. Saytda qanaqa pul ishlaymiz? O'sha mavzuda olingan videolar. Pul ishlab ko'rsatganman o'sha videolarda. Shu barcha ishingizga omad, omadlaringiz bersin. Salomat bo'lasiz.